Jangchilar usta telefon qilib, aka 3 ta harf ekansiz deyapti. K bilan boshlanadigan harf bor-ku, orqada turadigan. Ozgina qalbimga tegdi. Qaytarib o'zini so'kib tashamoqchi edim. Unda nima farqim qoladi? Nima uchun u meni so'kdi? Unga men yasatmaganim uchun. U qimmat aytdi, o'zi 3 ta harf bo'lib turib. Siz mujik bo'lganingizda qimmat aytmasdingiz. Hozir telefon sivilizatsiya davrida so'rab surishtirib arzonrog'ini topsa meniki qimmat bo'lib qoladi. Rizq nasiba haligi arzon insofda degan narsani ishlatardingiz. Oldingi davrlarda telefon bo'lmagan, xohlagan narxini qo'yib yasatavergan. Men sizga aytdimki, men so'rayman, surishtiraman, sizdan arzonrog'ini topsam, men shunga yasataman dedim. Siz bu ishimiz aka, xafachilik bo'lmaydi, boshqasiga yasatsangiz ham deb aytdingiz. Men usta topdim. U meni magazinga olib bordi, o'sha mebel magaziniga. Kakpoloyni bitta rasxodini hisoblab berdi, orqasidan xizmat haqimiz shuncha bo'ladi. Mana dangel yashirmasdan. Hozir yashirib bo'lmaydi aka. Raqobat kuchayib ketgan. Odamlar juda aqlli bo'lib ketgan. Hamma narsa turibdi telefonda dedi. Kirasiz, hamma narsani chiqarib oladi telefonda. Borish ham kerak yo'q. Siz o'zingiz qimmat aytib 3 ta harfda ishni qilganingizdan keyin men sizga yasatmasam, meni 3 ta harfga haqorat qilmang, jigarim, meni so'kishga majbur qilmang. Qalb tozalang, rizq Allohdan. Hech xavotir olmang, undan beradi. Lekin sizda ayb. 3 ta harf ishini qilmang unday.